Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchilar. Barchamizga ma'lumki, siz va biz to'layotgan soliqlar yurt taraqqiyoti va jamiyat ravnaqi uchun yo'naltirilgan muhim manbadir. Qolaversa, soliqlarni to'lash har birimizning konstitutsiyaviy burchimizdir. Xabaringiz bor, bugungi kunda turli ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda endi yer va mol-mulk solig'idan qarzdorlarga ham elektr energiyasi uchun to'lovlarni cheklanishi to'g'risida turli xabarlar tarqalmoqda. Keling, bugungi tezkor, haqqoniy va qiziq blitz intervyumizda ushbu mavzu yuzasidan aholiga sodda, tushunarli va qonuniy izoh berish maqsadida hamda davlatimiz rahbarining joriy yil 28-noyabrda qabul qilingan 364-son qarori bilan 2026-yil 1-yanvardan boshlab Namangan viloyatida eksperiment tariqasida joriy etilayotgan yangicha soliq boshqaruvi modeli xususida qator ekspertlarimiz bilan suhbatlashamiz. Marhamat, dastlab Resurs soliqlar ma'muriyatchiligi boshqarmasi davlat soliq bosh inspektori Abror Nazarov bilan suhbatlashamiz. Abrorbek, studiyamizga xush kelibsiz. Umuman jismoniy shaxslardan mol-mulk, yer solig'ini hisoblanishi tartibi to'g'risida bir batafsilroq to'xtalsangiz. Albatta, birinchi navbatda ushbu qarorimizni ijrosini ta'minlashdan oldin soliqlar qayerdan kelib chiqyapti degan savollarga javob berib o'tsak, menimcha fuqarolarimizga juda tushunarli bo'lardi. Kadastr agentligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng soliq organiga elektron tartibda yuboriladi. Ushbu yuborilgan ma'lumotlarga asoslanib, soliq organlarida har bir obyektga turar joy obyektlari, ya'ni hovlilar bo'lsa, ularga yer solig'i va mol-mulk solig'i hisoblanadi. Bundan tashqari, egaligida bo'lgan kvartiralarimiz bor. Xonadonlar, ushbu xonadonlarga mol-mulk solig'ini o'zi hisoblanadi. Endi ushbu obyektlarimizga mol-mulk solig'i, mana xonadonlarimiz son jihatdan olib qaraganimizda ko'proq bo'ladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bularga soliq qanday hisoblanadi? Kadastr qiymatidan kelib chiqib, joriy yil, ya'ni soliq davri uchun belgilangan soliq stavkasiga ushbu qiymatimizni ko'paytirgan holatimizda soliqlari hisob-kitob qilinadi hamda to'lovga kelib chiqadi. Turar joy xonadonlarimizga soliqlarda ikki xil, ya'ni yer solig'i va mol-mulk solig'i. Yer solig'i qaysi tartibda hisoblanadi? Kadastr agentligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotga asoslanib, uy joyning kvadrati, yer maydoni qancha, 10 sotik bo'lishi mumkin, 5 sotik bo'lishi mumkin. Ushbu sotiklariga ushbu tumanlardan Xalq deputatlar kengashi tomonidan tasdiqlangan stavkalarga asoslanib, agentlik bergan ma'lumotga asosan stavkalarni ko'paytirgan holatda aniqlaymiz. Bu 1 yillik soliqlar kelib chiqadi bunda. Mol-mulk solig'i ham xuddi shu tartibda agentlik tomonidan taqdim etgan ma'lumotga asosan kadastr qiymatidan belgilangan stavkani ko'paytirgan holatimizda hisoblanadi. Endi bugungi kunda aksariyat aholimizdan undiriladigan bu mol-mulk solig'i va yer solig'i. Albatta. Va bu o'sha mahalliy byudjetga yo'naltiriladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ya'ni o'sha viloyatlar, shaharlar, tumanlarni rivojlantirish, infratuzilmasini rivojlantirish, ya'ni aholiga sharoitlar yaratilishi uchun mana shu pullar yo'naltiriladi. Endi oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, agarda siz yerli xonadonda yashayotgan bo'lsangiz, siz ham yer solig'ini to'laysiz, ham mol-mulk solig'ini to'laysiz. Agar siz ko'p qavatli imoratda yashayotgan bo'lsangiz, faqat mol-mulk solig'ini to'laysiz. Biz ham ko'p qavatli uyda turamiz. Bir yilda 250 mingdan sal ziyodroq mol-mulk solig'ini to'laymiz. 2 bo'lib, ya'ni birinchi to'lov aprel oyida 15-sanasida, ikkinchi to'lovi oktyabr oyida, ya'ni yaqinda mana o'tgan bir oydan ziyod vaqt bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan ayrim fuqarolarimiz hali hanuz mana shu to'lovlarni o'z muddatda amalga oshirmayapti-ku. Misol uchun qilib aytadigan bo'lsak, mana qarorimiz bo'yicha eksperimentlar o'tkazilyapti turgan Namangan viloyatimiz o'zida 600 mingdan ortiq obyektlar mavjud bo'lib, ushbu obyektlarga 484 milliard soliqlar hisoblangan. Bu joriy yil uchun hisoblangan 1 yillik solig'imiz. Ushbu soliqlarimizdan 1 million so'mdan yuqori bo'lgan qarzdorliklarimiz bor. Ya'ni ular 61 ming nafar fuqaroni 230 milliard so'mga to'g'ri keladi. Ushbu soliqlarni shu belgilangan muddatlarda teng ulushlarda 15-aprel va 15-oktyabrga qadar to'langanda, hozirgi kunda ushbu qarzdorlik vujudga kelmas edi. 15-aprelga qadar to'langan soliqlarimizda endi bu joyda bitta misol qilib aytsam fuqarolarimizga ham tushunarli bo'lardi. Deylik 10 sotiklik hovlimiz bor. Shu 10 sotiklik hovlimizda bir yilga yer va mol-mulk solig'i bo'lib 1 million 100 ming so'm soliq hisoblandi. Demakki, bizda shunday holat bo'ladiki,
1.100.000 so'm 1 yillik solig'imizni 15-aprelga qadar 550.000 so'm to'lashimiz kerak edi. Shu 1 yillik hisoblangan solig'imizni 15-aprelga qadar 550.000 so'mini to'lamasak, bu o'z navbatida ana o'sha 550.000 so'm solig'imiz uchun ustama, ya'ni penya hisoblashni boshlaydi. 15-oktyabrdan to'liq ikkala summa to'langandan keyin soliq to'langan hisoblanadi. 15-oktyabrdan keyin to'lovlar amalga oshirilmasa, biz bunda majbur bo'lamizki, ushbu soliq to'lovlarini tartibida undirilishiga to'g'ri keladi. Va tajribada bunaqa misollar bor tajribada, to'g'rimi? Lekin baribir to'lanadi, chunki u majburiyat, konstitutsion majburiyat. Bu bizning xohishimiz emas. Ya'ni bu bizga boshqa bir ko'rinishda qaytadigan, undiriladigan, davlat tomonidan majburiy undiriladigan to'lov. To'g'ri, albatta bu so'nggi 5 yil ichida ko'rsatkichlarimiz ancha yuqori o'sgan. Bundan tashqari shu hozirgi kunda fuqarolarimizga qulaylik bo'lishi uchun uyali aloqa vositalarida soliq organlarining Soliq.uz ilovasi mavjud. Ushbu ilovani yuklab olib, yillik soliqlarini ko'rishlari mumkin. Hamda ushbu soliqlarni 2 davrga, ya'ni imkoniyat mavjud bo'lgan kuni, ya'ni oddiyroq qilib aytganimizda, qo'lida puli bor kuni 15-aprelga qadar tengilishlarda yarmini to'lab berishi hamda 15-oktyabrga qadar ikkinchi qismini to'lashlari mumkin. Bundan tashqari ushbu mobil ilovalarida ko'ringan soliqlar to'g'ridan to'g'ri soliq organlaridagi ma'lumotlar bazasi bilan birikkan. Soliq organida kelib hisoblangan 1.100.000 so'm soliqlarni ko'rishlari ham mumkin, lekin kelmasdan turib uydan chiqmagan holatda ko'rishlari mumkin telefoni va to'lovni amalga oshirishlari mumkin. Haqiqatan soliq mobil ilovasi juda qulay bo'ldi. Biz mana shu targ'ibot, tashviqot jarayonlarida ko'p viloyatlarda aksiya tashkil qilganimizda hatto olis tumanlar fuqarolari ham bundan mamnun. Mana shu mobil ilovadan unumli foydalanyapmiz. Xonadonimizdan turib yoki ishxonamizdan turib juda tez va qulay to'layapmiz deganda biz aytdikki, bu mobil ilovani juda funksiyalari ko'p. Masalan, ota-onangizni ham qarzini bilishingiz mumkin, kommunal to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin va hokazo hokazo. Bizni navbatdagi suhbatdoshimiz jismoniy shaxslar soliq qarzini undirilishini tashkil etish bo'limi boshlig'i Alijon Abdullayev. Alijon, bugungi mavzumiz o'zi aslida mana shu Namangan tajribasini oddiyroq, xalqchiroq qilib tushuntirsak, bu o'zi nima uchun tashkil qilingan, qanday natija kutilyapti bundan va qanday amalga oshiriladi bu mexanizm? Mana hozir bizda shu ijtimoiy tarmoqlarda xalqimiz tomonidan bildirilayotgan fikrlarga qaraydigan bo'lsak, aytilyaptiki, haqiqatda bu qarzdorlik yuzaga kelgandan keyin meni svetim uzib qo'yiladi yoki menda elektron to'lovni cheklab qo'yadi degan savollar bo'lyapti. Lekin bu yerda mana birgina qaror bilan belgilangan Namangan viloyat misolida raqamlarga qaraydigan bo'lsak, 612 mingta soliq to'lovchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu mexanizm ta'sir qiladigan soliq to'lovchilar 61 mingtani. Ya'niki jami Namangan viloyatidagi soliq to'lovchilarni 10% tashkil qilyapti. Bu 1 million. Ya'ni qarzdorligi mavjud. 1 milliondan oshiq qarzdorligi mavjud odamlar, ya'ni Namangan viloyati misolida gapiradigan bo'lsak, 600 mingdan 60 mingtasi qarzdor, ya'ni 10%. Shu 10% ga ta'sir qilishi mumkin. U ta'sir qildi deganimizda ham amaliyotda ko'pchilikni xabari bor bo'lgan narsa musurdan bo'ladigan qarzdorlik deymiz. Misol uchun o'sha qarzdorlikni vaqtincha cheklash mexanizmi amaliyotga joriy qilingan. Bu mexanizmda ham oldin ogohlantirib, keyin o'sha vaqtinchalik to'lovni qilish cheklanadi. Lekin bizning mexanizmimizda jismoniy shaxslarga joriy yil uchun hisoblangan soliqlarini to'lashlari to'g'risida joriy yilni 1-martiga qadar to'lov xabarnoma yetkaziladi. Uni yetkazishda 3 ta turi bor. Biz uni SMS orqali yetkazishimiz mumkin. Kelgan ma'lumotlardan to'liq xabarnomani ko'rib olishi, u bo'yicha tanib chiqishi mumkin. Pochta orqali yuborish mumkin yokida biz uni shaxsan, ya'ni hududdagi inspektorlarimiz tomonidan yetkazish mumkin. Siz xabarnomani 1-martgacha qo'lingizga olganingizdan keyin, bu deganimiz sizga yetkazilganligi aniq bo'lgandan keyin o'sha mexanizmning bir qismi bajariladi. Ikkinchi qismi fuqaro 1-martgacha xabarnomani oldi, lekin 15-aprelgacha to'lov qilmadi. 15-aprel kuni
unga yana SMS boradi. SMS xabarnoma. Sizni mana muddati o'tgan qarzdorligingiz mavjud. keldi. Mana shuni to'lab qo'ying. Mana bu yerda ma'lumot bo'yicha to'liq tanishishingiz mumkin. Mana bu ilovalar orqali yomon imkoniyat bilan to'lashingiz mumkin degan xabarnoma yana boradi. Keyin o'sha ikkita xabarnoma bajarilgandan keyin biz billing tizimiga ma'lumotlarni uzatamiz. Endi billing tizimiga borib tushgandan keyin ma'lumotlar ularda o'zlarining ana o'sha sxemasi bo'yicha bir marta yana ogohlantiriladi. Demakki, o'sha teklov amalga oshirilguncha 3 marta ogohlantirish bo'lyapti. O'shandan keyingina mana shu tizim ishlashi kerak bo'ladi. Endi vaholanki o'sha 1 million qarzi bor fuqaroga bungungacha ham bir necha marta ogohlantirish berilgan. O'zi bu tizim ishlab boryapti, lekin shunda ham deylik o'sha hech qanday natija chiqmagani uchun demak tegishli idoralar mana shunday yangi tizimni ishlab chiqishdiki, demak biz sizni bir necha marta ogohlantiramiz yana. Agar siz shundan ham to'g'ri xulosa chiqarmasangiz, demak biz majbur bo'lamiz sizni elektr energiya ta'minotingizni vaqtincha uzilishini ta'minlashga, to'g'rimi? Bo'lmasam iloji yo'q. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu soliq madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan bu yangi tizim albatta o'zini ijobiy samarasini beradi. Sizda bir qo'shimcha bormi? Endi hozir mana shu o'rinda yana takrorlab o'tadigan masala bor. Haqiqatda mana soliq kodeksining 120 moddasiga asosan jismoniy shaxslarning qarzdorligi 1 milliondan oshgandan keyin 15-aprel 15-oktyabrgacha to'lanmasa sudga beramiz. Sud qaror chiqaradi. Keyin u majburiy ijroga o'tkaziladi. Majburiy ijro undiriladi. Sud orqali undirilganda nima bo'ladi? Fuqaroni ortiqcha xarajat qilishiga Albatta. oldi olinadi. Albatta. Misol uchun bu yerda davlat boji chiqadi, pochta xarajati bo'ladi, ijro yig'imlari bo'yicha qo'shimcha hisoblanishga to'g'ri keladi. Anchagina xarajatga tushadi agar sudgacha yetib borsa bu masala. Mana bu mexanizmni qo'llaydigan bo'lsak, har safar mana o'sha elektr to'lagan paytimizda, gaz to'lagan paytimizda soliqqa ham qarab qo'yadigan bo'lsak, to'lanmadi sizga. Bu bizni cheklash degan muammo kelmaydi. Biz buni oldinroq hisob-kitob qo'yishimiz, oldinroq soliq majburiyatini bajarib qo'yishimiz biz uchun ortiqcha xarajatdan ozod qiladi. Mana bu yangi mexanizm biz uchun ogohlantirish, buni soliq majburiyatini, soliq madaniyatini shakllantirishda qo'shimcha imkoniyat deb tushungan ma'qul. Albatta. Biz o'ylaymizki, fuqarolarimiz tatbiq etilayotgan bu yangi tizimni to'g'ri tushunishadi. Soliq qo'mitasi va tegishli boshqa idoralarimiz shunday mexanizmni ishlab chiqishdiki, ya'ni sizga zarar keltirmasdan, lekin o'sha belgilangan soliq to'lovini undirish choralari mana shu yangi tizim orqali tatbiq etilyapti. O'ylaymizki, bu fuqarolarimizni soliq madaniyatini yanada yuksaltirish va fuqarolarimizda soliq to'lash mening burchim degan fikrni mustahkamlashga yordam beradi degan umiddamiz. Nima bo'lganda ham biz barchamiz soliq to'lovchimiz va bu to'lovlar davlat byudjetiga undirilishi shart toki ertaga bizni aholimizni turmush farovonligini yaxshilash, yuqorida aytganimizdek yangi bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish, yangi loyihalarni hayotga tatbiq qilishda aynan mana shu sizu bizdan undirilgan soliqlar sarflanishini esdan chiqarmasak bas. Albatta bu yo'nalishdagi suhbatlarimizni hali davom ettiramiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.